demek tesbihga bağlanış. Assalomu alaykum. Ko'rinmalar ba'zan kirib chiqib odam mos qolibdi. 10 minut ketib qolibdi bağlanış uchunlar. Hammalar xush keldinglar. Mehmet To'xtayev avval xush keldinglar. Hoş bulduk. Kelganinglar uchun rahmat. 5-10 minut vaqt qolibdi, shunga tezli boshlayversak. Ovozim yaxshi Mehmet To'xtayev. Avaz yaxşı. Menimcha, Sizlarmi yaxshi. Men biroz qorong'uda o'tiryapman. Telefonning, kompyuterningki chirig'ini yondirib o'tirdim. Xudoyim bilsa, suhbat tugaguncha tugab ketmas. Suhbatni boshlab ketsak, Mehmet amaliyotda bizningki an'anaga olgan suhbatda odatda tunji savolimiz o'zingizni qisqacha tunishtirib o'tsangiz bilan boshlaydi, ammo Mehmet To'xtayev siz tunishimiz odatda o'zini tunishtiring degan gapni bak yoqtirib ketmaydi. Şundan sonra kıskışılar Mehmet To'xtaevni tunishtirib o'tsam. Özünü tanıştırış bence en tez bir iş. To'g'ri, ammo suhbat jarayonini yana unutib qilamiz-da, shunday bo'lsa men kirish maqsadida qisqachasini tunishtirib o'tay. Mehmet To'xtaev o'zi Xotanda tug'ilgan, Sharqiy Turkiston Xotan shahrida, Xotan shahar ichida. Vatanda Uyg'ur tili adabiyoti bakalavrlik bitirgan. Undan boshqa vatanda bakalavrlik bitirish shu jarayonda madrasadan ta'lim-tarbiya olganman bilishimcha. 2016 yılı chet elga chiqqan, Turkiyaga kelib, Turkiyada Resmi bo'lmagan medreslerde. Resmi bo'lmagan medreslarda o'qigan. 2016 yılı Turkiyaga kelib magistrlik o'qishni boshlagan, Kahramonmaraş Universitetida siyosat va xalqaro bilimlar bölümünde magistrlikni bitirdi. U maktabni bitirgandagi İstanbulga qaytib kelib, İstanbulda farklı ijtimoiy faoliyatlar, siyosiy faoliyatlarla shug'ullandi. Shundaqla Uyg'ur maktablarida dars berdi, Uyg'ur tili, undan boshqa geografiya, tarix degandek darslarni berdi bolalarga. Senin Paşa taraflarga chiqsanglar, kichik bolalarning hammasi Mehmet To'xtaev taniydi. Aslında İngiliz tili ve Uygur edebiyatı. Uygur tili, İngiliz tili, Uygur tili. Kichik men bir necha qidim chiqish jarayonida bolalarniki Mehmet To'xtaevning bak amroqlikni his qilgandim. Endi qisqacha undan boshqa Mehmet To'xtaevningki qilgan ishlarini deydigan bo'lsak, hozirgacha siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarni qildi. Undan boshqa ba'zi dokladlarni e'lon qilyapti, maqolalarni e'lon qilyapti. Ammo so'zga muhim deb qarashga tegishli bir nechta kitobi bor. Vatanda yozilgan keyin Turkiyada nashr qilingan dunyodagi eng baxtli ayol deb bir tarjima kitobi. Undan boshqa yaqinda e'lon qilingan bir necha oy bo'lmadi. Siyosiy huquqqa doir tushuncha, undan boshqa magistrlik bu kinolarda bor ekan, to'g'ri. Kitoblarga sal turib kelamiz. Undan boshqa magistrlik dissertatsiyasini kitob qilib e'lon qildi. Degandek, hozir Mehmet To'xtaev o'zi Uyg'ur tadqiqot markazida ishlayapti. Bu tafsilotlarga sal turib kelaylik. Unda biz savollar bilan boshlab ketaylik. Mehmet To'xtaev bo'lsa, sizlar o'zinglarni tunishtirishdan qochdinglar. Men shunga yaqin bir savol bilan boshlasam, asli vatanda ham madrasa tarbiyasi oldinglar, undan boshqa oliy maktabda o'qidinglar. Oliy maktabga chiqqandan keyin bir mezgil jamiyatga kirib jamiyatda yurdinglar. Bu jarayonda arabcha bir narsalarni tarjima qildinglar. Ondan keyin bir necha xil ishni boshini kechirgandan keyin chet elga chiqib o'qish uchun chet elga chiqdinglar. Muşunun sualim hem de chet elga qaysi arzu armonlar bilan nima ish qilish uchun? Chunki chet elga chiqqan odamlar bak ko'p, ammo hammasininki arzu xiyollar tijorat o'qish, hammasininki o'xshash bo'lmasligi mumkin. Shunga chet elga qaysi niyatlardan chiqqan? Ondan keyin bu chet eldagi qisqacha hayotinglar, muhojiratdagi hayotinglar mushta haqida bir qisqacha so'zlab beramizlar. Bo'ldi. Oldi bilan bu suhbatga munosabat uchun ko'p. Yuqorida ahvolimiz bir qo'rqinchli. Endi savolga kelsak, chet elga chiqishda hamda bu armonlari bo'ldi. Bizga o'xshash yepiq davlat bir tuproqda yashagan kishilarga sirliq narsa hamda. Uni ko'rgimiz keldi, bilgimiz keldi, o'qigimiz keldi, ya'ni nurg'un narsalarni aytadi biz uchun bu. Men ham ayni vaqtda shu vaqtdagi kontekstdan birinchidan u yerdagi siyosiy vaziyatdan rahatsız bo'lib, u yerda bir kurash qilish imkoniyati bo'lmagan, shunga bir erkin muhit maqsadida chet elga chiqishni tanladim. Bu
biri. İkinci biri hem de ben çıktım. Digin olduk şu vatanda mayli Şinjan Üniversitesi şu nam bilen aynı vaqtda hazırmış o. Bu üniversitede uzaktan Uyghur Dili Edebiyatı okudum. Ondan keyin dep ötkendik. Bizning jamiyatda hozir rasmiy bir islom maktabi yo'q. Madrasa degan gapmi ko'ni gap hamda. Hanaqa jamiyatlarda, u yerlarda qilib siqilib yurib diniy ta'lim aldım. Ondan başqa vatandagi turbatlardan bir narsalarni yozattım. Fikir ve ilim jihatdan to'xtamay izlenip kelayotgan bir hayotim bor deylayman. Chet elga chiqqandan keyin dastlabda oila bilan bo'lgan vatan bilan bo'lgan munosabatlar nisbatan yerim yoti bo'lsin mavjud bo'lganligi uchun o'qishni tanlab damalıqqa siyosiy ijtimoiy faoliyatlarga qatnashmadim. Magistrlikda aldı bilan Turkiyaga kelib bir 6 oylik Türk tili öğrendim. Ondan keyin maktabga kirib magistrlikni boshlab o'qidim. Ondan keyin magistrlik boshlab bir 2 yil jarayon 1 yildan keyin ham Xitoyniki qattiq zarb berish nomidagi irqiy qirg'inchilik harakati boshladida 2017-niki oxirlariga kelganda taqim avjiga chiqdi. Shuning bilan bir mezgil yoshirin faoliyat qilib oxirida bizning uydagilarni tutib tutildi. Ondan boshqa bu chet elda Xitoyniki harakatini pash hurriyatga aylandida, chunki Xitoy tinib oldi. Muxbirlar yoki xalqarodagi boshqa siyosatchilar, faoliyatchilar buni o'ttirib qo'ygan vaqtda tandi. Bu yerda hamda chet eldagi Uyg'urlarning ustiga tarixiy bir vazifa yuklandida hamda. Unda qo'ygandan keyin aslida meniki damalıqqa yana davomli o'qish niyatim bo'lsin, lekin bu xalqimizniki, millatimizniki oldidagi bu majburiyatdan qochmaslik uchun shuni o'ttirib chiqib guvohlik berishga, faoliyat qilishga başladık. Dastlabda o'zimizning oilasidan boshlandi. Albatta bu tabiiy, normal bir boshlanish hamda. Bir inson o'zininki ota-onasiga, urug' tuqqanlarga ega chiqolmasa, millatdagi xalqiga ega chiqolishi notayin hamda. Dunyoga bir to'hfasi qo'shilishi notayin. Bo'libmi ijtimoiy ma'noda. Tabiiy fanlarda qo'shilishi mumkin hamda tajribaxonaga kirib. Shunga o'tirib chiqdik, aytilib chiqdik. Ondan keyingi faoliyatlarda sizlar bolalar bilan, boshqa Turkiyadagi bolalar bilan birga ham ilmiy faoliyatlarda, ham siyosiy, ijtimoiy, ba'zida madaniy, kultural faoliyatlarda birga bo'lib keldik. Ko'p rahmat. Unda bo'lsa, musulmonni davom qilaylik. Turkiyaga kelib oldik. Unda sizlar keyingi yillarda sizlar 2016 keldinglar, biz 2017 keldik dedik. Keyingi yillarda albatta bunun farklı sebepleri var ama Türkiye'de ali mekteplarda okuyan o'quvchilarni, Uyg'ur o'quvchilarning soni ko'paydi deb o'ylayman. Bunlar birlikda farklı sohalarda yetishgan yoshlar masalasida ko'payyotidi. Buningki bizning Uyg'ur jamiyatiga bo'lgan ta'siri qanday? Bu vaqtda biroz to'xtaylik. Qo'shimcha holatda Abang biroz so'zlab o'tdinglar. Sizlarning shu oliy maktab o'qish jarayonida undan boshqa diginonlardagi faqat o'qimadik biz. O'qishdan birlikda boshqalardek normal o'qish hayotimiz bo'lmadi so'z. Bir yanda oila, bir yandan boshqa turmush farqli narsalar bilan qurshab, necha odamning ishini tanqiganda shunda bir oila shakllandi. Türkiye'deki Uyghur o'quvchilar uchun bu jarayonda yo'liqqan masalalar, qiyinchiliklar, tajribalar, o'shalarni bog'lab turib bir so'zlab baqsam. Ona qolsa oldin boshlaylar. Burun bog'langandan keyin Türkiye'de her bir Uyghur o'quvchi tatgan qiyinchilikni tatdik. Chunki vatan bilan bu aloqa uzilgandan keyin bizga yordam qilaman deb qilib qolgandan keyin ailemizdekilerden tatip dost birodarlar hammasi qiyin ahvolda qoldi. Aloqa uzildi. Ular bizga yordam qilaysizmi, qilolmaydiganligi keldi. Aksicha keyin lagerlarning qurilishi bilan ularga biz yordam qilmasak bo'lmaydiganligi keldi. Chunki ular normal yashashdan mahrum qoldi-da hamda. Shunga ular bizga yordam qilolmagan ahvolda biz ularning ovozi bo'lishimiz kerak. Buning mas'uliyati iqtisodiy besim ondan keyin
Başka bir yurtta, gerçi Türkiye kültür cihetten, medeniyet cihetten bizga yakın bolsun, yana başka bir millet hamda başka bir el hozirgi zamonga nisbatan. Bu yerda yana shu boshqalar bilan ham boshqa bir tilda o'qish, uning ustiga vatanda muntazam bir ma'rif tarbiyasi olmagan bo'lg'achqa, jiq o'qigan, jiq o'rgangan, ammo mollam qabbaldan debchu. Bu yerga kirib maktabda ilmiy turkcha bilan bolalar raqobatlashishmi oson bo'lmaydi ekan. Oldi bilan nima ma'rifdagi qiyinchilik kelsak, eng dastlabki mening yo'liqqan masalam shu bo'ldi. Turkchani oson hal qildim, bulukma eg'izcha turkchani. Vatanda Kurtlar vodiysi bu kinolarni ko'rib hali o'rganib qolib ekanmiz. Mayaga kelgandan keyin osonlan bunga chiqishib ketdik. Ammo akademik ilmiy yoziqchilik boshqa bir narsa ekanda, maktab kirgandan keyin shuning bilan saboqdosh bolalarning hammasi ham turkiyalik, ham shu kasbda bakalavrilik bitirgan bolalar. Shuning bilan men birinchi mavzum faqat yetishamadim. Biri darsga yetishamadim, ikkinchi biri so'zliklarni tushunamadim. So'zlikni tushundimda, uqumni tushunamadim. Masalan, xalqaro munosabat nazariyasi desak, masalan, liberallar mundaq deb qaraydi, realistlar mundaq deb qaraydi desa, bu liberal degan nima, kim, realist degan kim, bularning qarashi nima? Buni o'rganish uchun men not elib olib, uyga borgandan keyin Google'dan tekshiraman-da endi. Aslida saboqdosh bolalar hammasi tushundi buni. U ba'zi gapni so'rashmi ayib endi u yerda, chunki bakalavrilik saviyada hal qilib bo'lgan masalalar. Ammo bir o'zimiz endi biz chet eldan kelgandan keyin til jihatdagi xushmaslikdan bo'lgan bo'lsa kerak deb qabul qildi-da boshqalar. Shunday qilib 6 oylik vaqt men darsga yetishamadim ish qilib. 6 oydan keyin ondan til jihatdagi masalani otlagandan keyin yana biri shu kasbdagi atalg'ularga oid nazariy qiyinchilikni otlagandan keyin ondan sinfdagi bolalarniki oldiga chiqib ketdim. Bo'libmi? Endi bir o'zimni ko'rsatib bir nochilik qilay degan vaqtimda dars tugab qoldi. Shuning bilan o magistrlik, doktorlik o'qish deganda dars tugagandan keyin maqola yozishga chiqib ketamizda. O bolalar bilan kurashmaymiz, sinflarga bormaymiz. Bu ilmiy qiyinchilik bo'ldi. Ammo menga eng cho'ng qiyinchilik nimadan bo'ldi? Ruhiy jihatdan bo'ldi, psixik jihatdan. Chunki men shu maqola darsning o'ttirib kelgan vaqtda ishki hukumni tutib suludi Xitoylar. Ondan keyin maqolam tugab, endi dars tugab maqol boshlanaganda onamni tutib oldi degan xabar chiqdi. Shuning bilan men toki onamni tutildi degan gap kelguncha 2018 5-oylargacha davomli telefon qilib onamga tasalli beraman-da. U tutilganlarni yosh bo'lgandan keyin, kichik bo'lgandan keyin hech nima bo'lmaydi, chiqidi, xotirjam bo'ling degandek. Ammo 2018 5-oyda onamning tutilganligi xabarini olgandan keyin kimga tasalli beraman? Özüm qandaq tasalli oldim. Men shuning bilan 1-2 oyda rasmiy o'ylandim. Bek ig'ir keldi bu. Oxirida shuning bilan endi o'tirib chiqmasam qachon chiqaman deb o'tirib chiqib faoliyat boshladim. Bu faoliyatni boshlagandan keyin dars tashlanib qoldi-da, undan keyin 1 yil maqolaga markazlashaman Anqarada vaqtda. Nerede namoyishda shu yerga borgan, nerede muxbirlar shu yerga borgan, o muxbirlarga haqsiz tarjimonlik qilib, keyindan chepib ketgan, chunki ular odatda muxbirlar maashi bir haq beradi tarjimonlarga. Ammo bizning xalqimizning dardini anlatib olaylar. Shu bu muxbir hamdalik yiroq ko'rib berishdan qochib yoki pul berishdan qochib tarjimon yo'q ekan deb yozmay qolmasin debchi. Shuning bilan uning keyindan chapqandan keyin 1 yil vaqt uni o'tib ketdi. Bütün zihinler çeşilip gitti. Şunu bilen 1 yıl vakit kaldı makale yazışka. Bir tarafta vatandaki şu işler intayın ciddi işler, yine bir tarafta makalının muddeti 1 yıl. Mektep tikiləyəndə mən xəttər üçün dava qıldım, tikil olmaydı, makaləni tapşırdı diye vaxtda. Şunu bilen bir yakıdın kütüphane, bir yakıdın namayış, o bu meydan, media. Bunun oturusda qıqılıb, sokulap yürüp, acayip ders oldu benim kelime. Hem psikik besim vaqtda, öydekilerden boğan.
Şunu bilan buning birlashtirib turib maqolani bitirish beklasib ketdi. Eng oxirgi kelgan vaqtlarda 2-3 oy qolganda telefonlarni itib batda. Bütün faoliyatlarga bormay andin. Faqat to'rda yordamlashib ba'zi ishlarga. Ammo butunlay tutqanga sulanib boshqa qilib oxir bir oy qolganda bitirdim men. O'qituvchimmi yaxshi endi. Tushundigan bo'lg'achqa ajab qilib tushundi. Timini o'zgartay desam ma'qul dedi. Mayani ezib bulanmani qisqa desam ma'qul dedi. Ashta qilib yaxshi yordamlashdi. Mushu psixik masalalar, ro'yi masalalar ondan keyin buningki mushu xizmatga o'qishga bo'lgan ta'sirini betaraf qilish. Men yo'qon eng qiyin masala deb o'ylayman shu vaqtlarda. Ko'p rahmat. To'g'ri, haqiqatan oson ish emas. Biz arkadaşlarla bir tarafta rakiplerimiz var. Diğerler emas belki bütün chet eldeki bütün hamma bola tatdi menimcha. To'g'ri. Iqtisodiy qismini biz Turkiyada bekrak tatdik endi. Umuman qiyinchilik hammamizda bor. Degandek shu bosh bo'lib raqiblarimiz qanday bo'lmasin sinfimizdagilar raqib bo'ldi va imtihon oxirida. Ular 1 masa biz 3 masa to'g'ri keldi. İnsan shu qiyinchiliklardan keyin qavlandi ekan. Unda bo'lsa yana bir savolga boyqa savolni bechiga qayta asıltay. Dinimizde Türkiye'de keyingi yıllarda farklı sohalarda yetişken yoshlar ko'payyapti. Ko'payishga boshladi. Jamiyatga bularninki qanchalik jamiyatga chiqdi, qanchalik jamiyatga hozir bevosita ta'sir ko'rsatildi. Bunisi noma'lum, ammo o'quvchilarning aytib ko'p. O'sha haqda bir to'xtalib baxsanlar, buningki Uyg'ur jamiyatiga qanchalik foydasi bo'ldi? Yetarlikmi? Ha. Biz hanjatni aytganchaqda bu bir boylik, yaxshi yuzlanish. Bo'libmi vatandan bevosita chiqqandan sirt Misr qatorliq davlatlardan keyin vaziyatning o'zgarishi bilan yenib kelgan nurg'un bolalar bor endi. Bu bolalarniki bir qismi davomli diniy o'qishni davomlashtirdi, bir qismi boshqa sohalarga ko'chdi. Yana bir qismi hamda turmush halakchiligi bilan yashashni davomlashtirdi. Şuna bu alaqa sanjatni aytgan chog'da yaxshi bir alaqa Uyg'urlar uchun bir boylik. Ammo sifat jihatni aytgan chog'da o'ylagandek, ko'zlagandek bir natija o'tirib chiqmadi deb o'ylayman. Bunday bo'lishda yuqorida o'tgandek biz shu o'qiyman deyotgan hayotimizning bahorida alaqa yomg'ir pichoq tiqqandekcho irqiy qirg'inchilik qushtirdik. Vatandagi vaziyat alaqa dramatik bir şekilde özgürlük ketdi. Lekin iqtisodiy qiyinchilik Turkiyadagi. Ondan til masalasi. Bu uzun mezgil Arabcha o'rgangan yoki boshqa Xitoycha muhitda o'qigan bolalar Turkiyaga kelib Turkiya ma'rifida til jihatda moslashib bo'lolmasligi. Demak, maktabga kirish oson Turkiyada sizlar bilasizlar. Maktabga hatto diplomsizmi Uyg'urken bu Xitoyda zulm ko'ribdi, shu stajlik qildi deb ba'zida maktab mudirlari akirib qo'ya oladi. Hem normal imtihan bilen mi kirgili buludu mektep giriş asan. Ama mektepni bitiriş asan emas. Mektepni bitirgenden keyin cemiyette iş tepiş ve bunu bir kapitalga manbaga aylandırış asan emas. Çünkü Türkiye'de 80 milyon kişiyle raqobatlashib yashaymiz-da bu yerda. Bu yerda bizga o'xshash mektepni bitirgandan keyin jamiyatda nom tepsam deyotgan, bu jamiyatda parlasam, chaqmasam, bu jamiyatdagi raqobatda ussam deyotgan o 20 milyondek, 30 milyondek yosh bor. Hozir bu Türk yoshlarimi Turkiyadagi bu xil muhitdan umidsizlanib Yevropa, Amerikaga qochayotgan yerda o'zini ko'rdab turib bizga o'xshash hamda başka yurtdan kelib, ondan keyin bu yerda vatandan aloqa uzilib, iqtisodiy jihatdan qiynalib, ruhiy jihatdan parakanda bunday ahvolda maktabda yaxshi o'qigandan keyin bu yerda raqobatda uzib chiqib bir jamiyatga ta'sir ko'rsatish oson emas. Ammo bularning hammasi hamda tushundirish hamda masalan shunga aloqa Turkiyadagi o'quvchilarningki sonimiz jiq, ammo sifat jihatdan yaxshi emas deb o'ylayman. Andagi jamiyat ko'rsatgan ta'sirimiz shu. Bo'lib yaqinqi yillarda sizlarga his qilganlik bilaylik. Nurg'un bolalar maktab tashlab ketdi hamda-chu, Yevropaga, Amerikaga degandek. Buning ichida doktorlikni o'tda yo'l tashlab mangan bolalar bor.
magistrlikni tashlab mangan bolalar bor, bakalavrlikni tashlab mangan bolalar bor. Buning ba'zisiga iqtisodiy qiyinchilik yoki boshqa masala sabab bo'lsa, ba'zisiga ümidsizlik sabab bo'ldi. Ya'ni bu diplomni olgandan keyinmi, yana turk bolalarga o'xshash bular ishsiz ish topolmayotgan yerda men qanday ish topaman? Bu Turkiyaning diplomi boshqa yerda ishlim tuzuk jonga qatmaydigan bo'lsa deb tashlab ketgan ahvol avj oldi. Shunga bu Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilarningki nimasiga nisbatan umumiy sufatiga nisbatan ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Unda bo'lsa hamda Uyg'ur o'quvchilardan so'z qildik. Unda bo'lsa biraz aytsin sizlarga o'tsak, xatolashmasam sizlar Turkiyada balki chet ellarda kasbni o'qiganlar oz bo'lishi mumkin. Bizning Uyg'ur o'quvchilar ko'p o'qiyapmiz, ammo o'qiyotgan kasblarning turlari biraz tar doirada qoldik deb o'ylayman. Boshqa kasblarda o'qiganlar oz yoki bizga yiroqroq bo'lgan kasblarni bizga yenilik kasblarni o'qiyotganlarni aytamiz. Buning ichida ham xalqaro siyosatda bir kasbni o'qiganlar bakalavrlik o'qiyotganlarni bilmayman, ammo siyosatni o'qib bitirgandan men bildiğim Türkiye'de sizler varken tuncusu bizeki oldu. Bu vaqtda qanday qarashlar o'zinglarni nima his qilasizlar yoki boshqalarmi bormi? Mushaq qisqacha bir so'z qilsam. Amaliyotda siyosat va xalqaro munosabat kasbida o'qigan bizdan burun o'qigan cho'nglardanmi bor ekan. Ondan keyin yosh bolalardanmi bor. Ammo anaqa menga o'xshash siyosiy faoliyatlarga, ijtimoiy faoliyatlarga aktiv qatnashmagan bo'lg'achqa, bu kasb Turkiyadagi bir davlatda aldirab tashqi ishlar ministrligi yoki elchiliklarga kirib ishlash imkoniyati oz bo'lg'achqa, ham Xitoyning bevosita hujumga uchrashini ansirab, bolalar bu kasbni tugagandan keyin boshqa ishlar bilan shug'ullangan bo'lg'achqa tunilmaganda bular. Meningkamda silib birgalikda tunilib qolish biri biz ağıyla adaş bo'lgan ekan bir chambarak ichida, yana biri jamiyatga chiqqan ekan, shunga tunilgan gap bo'lmasa, ismini demaylekin men tuniydigan cho'nglardanmi bir qancha bilan bor. Ayni vaqtda xalqaro munosabat o'qib, bu kasbni bitirib, magistrliklarni o'qib, ammo boshqa ishlar bilan shug'ullanayotgan hozir. Hozir o'qiyotgan bolalar bor. Shunga bu kasb nima endi Uyg'urlar uchun yoki qanday bir millat uchun muhim bo'lgan bir kasb. Lekin buning bo'lmaydigan yeri bu ijtimoiy fanning ichidagi universal bir kasb bo'lg'achqa, buninki ish qurilish fursati bir qadar tuvan. Ham o'qigan kasbning o'zida ishlash fursati ham tuvanda. Masalan, bu tashqi ishlar ministrligida yoki elchiliklarda ishlasa, bunun o'zini qilgan bo'ldi. Yoki oliy maktablarda buning ilmiy qismini, akademik qismini shug'ullanaman desa, qismi bilan o'qituvchilik qilsa, nima qilsa bo'ldi. Ammo buning erkin erisholmagan bo'lg'achqa, boshqa kasb kirib ketgandan keyin ham bu odamning o'tmishda bu kasbni o'qiganligini o'zi densa uqilolmaydi-da. Ammo shirkatlarningki xalq bilan nima ommaviy munosabat bilimlarida yoki medialarda nurg'un sohalarda ishlatilib bo'ldi amaliyotda. Shunga bir insonningki yoki bir jamiyatningki nazar doirasini kengaytirishda bu intayin muhim kasb. Ammo dam olibqa pul tepib oyilni beqishga kelganda, yanchiqni tomlashga kelganda ish qilolmaydi bu xil kasblar-chi. To'g'ri, ijtimoiy kasblar shunaroq. To'g'ri. Shunday imkoniyatlar amallik ishlatkili bo'lgan yoki jamiyatga bevosita ta'sir qilib bo'lgan kasblar boshqa ba'zi insonlar demak o'qiydigan, ammo shu bir taqdirda ketgan sizlarning magistrlik jamiyatga kirganliklarini o'zi biz tunibdik. Xudoyim biz bundan keyin bu kasblarni o'qiganlar ko'proq chiqadaymiz, chunki bevosita bu xil kasblarni davlatlarda davlat qo'llaydi. Aslında devlet qo'llashi kerak buni, chunki shu jamiyatning safosini ko'taradi bu. Jamiyatni fikri bilan ta'minlaydi va boshqaradi. Qarasangiz, diqqat qilsangiz, Amerika davlatlari bizda kasb o'qiganlarni olmaydi. Bizda e'tibor berib, vizalarni berib. Nimishqa? Chunki ularning boshqaruvchiga ehtiyoji yo'q. O'ziga o'tadigan fikr insonlarga ehtiyoji yo'q. Ularning texnik xodimlarga ehtiyoji bor. Shundaq-ku. to'g'ri. Deydigan mesela IT
nurg'un bolalarni oladi. Amerika, Yevropa hammasi oldi. Nimishqa? Chunki u bolalar ularga ishlaydi emasmi? Maaş yaxshi, albatta. Kishilik turmush uchun muhim kasb, texnologiya uchun muhim kasb. Bular shu jamiyatning ideyasi uchun xizmat qildi oxirgi hisobda. Shu jamiyatningki dinga xizmat qildi. Shu jamiyat uchun xizmat qildi. Ya'ni yig'ib aytganda shu jamiyatning siyosiy tuzilmasi uchun shundaqmi xizmat qildi. Ammo ijtimoiy palla insondagi mensiz buchu. Bu mashina bilan emas, telefon bilan emas. Bu hamda davlat tarafidan mablag' bo'lgan jamiyat qo'llash kerak bo'lgan kasb. Bo'lmasa masalan agar pul topilib bo'lmadi kal kelmaydigan ish bo'lsa davlatlar masalan adabiyot qoldirasi tarix kasbini qoldirasi bo'ldi. Shundaqmi? Adabiyot o'qib chiqib logiya yoki o'qib chiqib bu jamiyatda sen qo'shiq yapmaysan yoki ketmay yasayamaysan. Ammo shu jamiyatni shu jamiyat qilasan-da. To'g'ri. Fikri qismda. Bizning davlatimiz bo'lmaganligi uchun bu halada o'qiganlarningki pidokorlik boshqa qo'shimcha boshqa bir kasbni bilishga tanlash yo'q endi. To'g'ri, rahmat. Bunda bo'lsa yana sizlarninki hozirgacha 3 ta kitoblar nashrdan chiqdi. Biraz bu kitap haqida so'z qilsak, boshqa hammadan burun dunyodagi eng vaqtli ayol deb arabcha tarjima qilingan shu kitob vatanda tarjima qilingan, chet tilda nashr qilingan shundoq to'g'ri aslini bilmayman. Shu vaqt shu kitob qanday bo'lib vatanda boshlagan, qaysi nimalar bilan, qaysi o'ylar bilan boshlab qolgan buni. Keyin qanday bo'lib kitob chiqib qoldi. O'sha haqda so'zlab turamsizlar. Tunji arab bo'lgan kitobim haqida. Bo'ldi. Men endi bu yoziqchilik, adabiy tarjima ishlarga bak kichkindan tortib havas qilib boshlaganda. Dastlabda shu dongliq shoirlarniki, yozuvchilarniki maqolalarini o'qigan vaqtda ta'sir qilgan so'zlarni yezib bilib, shunday qilib daftarlarni tutib degandekchu. Aytib biralik havaskorlikdan qiziqishdan boshlagan. Undan keyin o'zim she'r yozib beqib, hikoya yozib beqib degandek. Lekin bu adabiy ijodiyatda bak o'zimni nima deb o'ylamag'achqa biralik yetishgan deb o'ylamag'achqa men she'r hikoya degandek narsalarni keyin yozmadim, e'lon qilmadim. Balkim eng oxirgi she'rimni bir 2 yil oldida bir qizil kuyib qolgan vaqtda yozdim hamcham. Undan keyin yozmadim. Shunday qilib bu adabiy yoziqchilikdan chiqib qoldim asosan. Bo'libmi shunaqa nazariy tafakkurga oid narsalarni ko'p o'qigandan keyin, ko'p yozgandan keyin she'riy tafakkurim ajizlab ketdi. Endi bu kitobga kelsak, bu kitobni men asli Lanjuda 2011 deyman. Lanjuga Tungalar rayonini ziyorat qilib chiqqan vaqtimda uchrab qoldi bu kitobninki hanzuvchisi, xitoychisi. Shuning bilan buningki xitoychisi meni ham xitoychamni yaxshilash nuqtasidan ham arabcha bilgachga men selishtirib ko'rish nuqtasidan yoqtirib qilib oldim bu kitobni. Keyin shuning bilan qarasam mazmuni yaxshi. İslam nuqtasidan musulmon ayollarningki psixologik masalalarga javob bergan. Shuning bilan to'xtab bu kitobni xitoychasi chiqqan ekan, buni uyg'urchaga tarjima qilsam nashr qilib bo'lgudek deb o'ylab, shuning bilan men shu Xitoy shaharlarida tarjimani boshlab etgan shu vaqtda. Poyezdlarda mang'ach ba'zida o'ylab o'tirib. Bu yer yerimini shu yerda qildim men uni Lanjuda kunning shu cho'ng degandek yani shu vaqtda men shu taraflarni aylanib ziyorat qilish uchun chiqdim. Keyin vatanga qaytgandan keyin buni to'liqlab Urumchida bitirib buni hamma arabchasiga bir-birlab selishtirib chiqib, xitoycha tarjimada diniy ifodalar aks etmaganda, masalan diniy moyillik degandek so'zni ifodalaydi masalan. Biz uni hamda dindorlik yoki diyonat deb ham ilvatsak bo'ldi-ku hamda. Masalan Allohdan qo'rqish deydi masalan. Biz uni taqvolik deb ham olsak bo'ldi, chunki diniy atalg'u shu. Hem arabchani bilgandan keyin. Shuning bilan buni arabchaga qaytib
birlep seliştirip Ayız Karni'ninki kitapını tordan düşürüp. Adım bunu ahir nuslu mukumlaştırgandan keyin men Ürümçide ilan qilish uchun kitobxonlarga bordim, nashriyotlarga bordim. Bu 2013'lerde. O vaqtda bu haqında şekildeki dini kitaplarını asasen basamaydigan bo'lib ketibdi. O dini kitap emas emniyette. İslam noktasından psikologiyalik mesele şekilde yazılan bir kitap. Şunu bilen ben onu elkiye o bu torbetlerde ilan kılıverdim. Oycan mı, dehalozun baba bilirsinler. Şu namda. Onu da ilan kılıverdim. Kim Türkiye'ye çıkandan keyin aldım alıcılarcımga işte bir kitap var diye desem basayla musukom dedi. Ma'qul deb alıcılığımı verdim. Besip çıktı. Yaxshi ta'sir bo'ldi. Hozirgacha alıcı turolmajim deydi. Chet elde setilgan eng ko'p kitap mushu bo'ldi dedi. Meningki asosliq buni tarjima qilishimga turtki bo'lgan narsa shu. Bizningki xalqimiz musulmon. Bo'libmi da bizningki Xotan Qashqarlarda dindor ayollar qizlarning ko'p. Bularninki ro'yitiga malham bo'ladigan narsa tabiiyki islomdan kelgan narsa bo'ldi jo'mda. G'arbninki bu xil jihatdagi asarlar bizga jiq kirdi. Masalan, qayg'urmang boturlarcha yashang, taligarlikning. Undan boshqa nurg'un asarlar bor. Ammo bu balkim butun hayoti islomiy tarbiya bilan cho'ng bo'lgan bir kishiga ta'sir qilmasligi mumkin masalan. Shunga psixologiya nuqtasidan farqli bir nuqtai nazar, farqli bir bayon sunish uchun bizningki xalqimizga uni tunishtirishni, tarjima qilishni men loyiq ko'rgandim shu vaqtda. Tushundim, rahmat. Kitoblar ba'zi ma'lumotlarni bildim, ammo Xitoycha arabcha selishtirib tarjima qilgandim. Buni bilmaydi ekanman, buni bilib oldim, rahmat. Undan bo'lsa ikkinchi kitobga o'tib ketaylik. Bu turkcha yozilgan kitap sizlarninki magistrlik dissertatsiyalarinki kitob faoliyati o'tishi bo'ldi. Bu kitob bir necha yil burun chiqdi deyman. Lekin bu kitobning Türk jamoat orasida ta'siri qanday bo'ldi? Chunki bu kitob Xitoyninki tashqi siyosatini, strategiyasini biyosida tushunadigan bir Uyg'urning ko'zini ushlab yashab boqqan bir kishi tarafidan Xitoyning tadqiq qilinishi. Bu kitobga bo'lgan jamoat fikri qanday bo'ldi? O'sha haqda biroz so'zlab baqsanglar. Bu ikkinchi kitob meniki magistrlik. Ben bu maqolamni kitob qilib chiqaraman. Muallim bilan talashib yurib, işte cho'ng temani tanlab olganimiz uchun muallim aslida kichikroq shu seminar temasini yozgan desa, muallim unda qilsak bu maqola ambarda ko'milib qoldi ekan. Chunki men mamlakatlik maqola ambir bor, Turkiyaning ulusal tez markazi. O yerda nurg'un maqolalarni ko'rdim. Bu nurg'un maqolalarni shu tadqiqotchilardan boshqalar o'qimaydi ekan, ko'rmaydi ekan buni. Sonra turib men 1 yil sarf qilib yozib chiqqan narsam bunda bo'lsa qaqasi bo'lmoqdek deb men mushtaloq kitob qilmoqdek bir narsa yozay desam, test dedi. Mayli test bo'lsa yozay desam, yozgin emas dedi. Shuning bilan bu cho'ng temani tanlab olgan, lekin qo'y keyin yozish jarayonida to'ydim tanlaganga. Beş kafadan çok değil mi? Tanlagan deme bu Xitoyning davlat bexatarlik siyosati degandek bu yo'g'on bir narsani. 150 belki sig'dirib bulash endi ajab tas bo'ldi-da. Ammo oxir yozib chiqqandan keyin bu ma'lum bek yoqdi buni. Shuning bilan o'zining kitoblarini nashr qilayotgan Anqarada seçkin nashriyotda xalqaro bir ilmiy nashriyot bor. Bu nashriyot tavsiya qildi. Tavsiya qilgan odatda magistrlik maqolalarini basmaydi, chunki cho'ng akademik nashriyotlar o'zi pul chiqarib basmaydi hamda. Shuning bilan bular biz basayli ama pul bermaymiz, basayli magistrlik maqolasi qanchalik setildi uqmaymiz deb turadi. Shuning bilan ma'lum azroq bo'lsa pullar bilan kelsak bo'lmadi, endi sen ma'qul degan magistrlik maqolasini besilishimi cho'ng ish dedi. Ma'qul dedim. Shuning bilan ular basqandan keyin yaxshi ta'sir bo'ldi menimcha. Hozirgacha
azganda bir 15 tek tadqiqotchi tashakkur rahmat aytib xat yozdi. Nurg'un o'quvchi bolalar pat e-mail avatidi, hozirgacha avatidi. Shu kitobni biz nereden topamiz deb. Shu setib olasizlar, setib olinglar. Nashriyotga bergandim. Ammo yo'q, bizning iqtisodimiz yaxshi emas desanglar, nimadan Turkiyaniki mamlakatlik maqolam biri bor, ulusal tez markazi. Shu yerdan nimasini avatib beraman. Shu yerdan tushiringlar. Şunun bilan o'xshash faqat kitob shakliga o'zgartgan yerimiz bor. Shu yerdan foydalaninglar. O'quvchixondakin sizlarga kitobni PDF'sini avatib bersam, uni nashriyot bilan tuzgan to'xtam uyg'un kelmaydi. Axloq masalasi chiqadi. Bu yerdan foydalaninglar deb yo'llab beraman. Hozirgacha hali maqolada naql ilinibdi. Buna ait yaxshi var. Magistrlik maqolasini besilish haqiqatan tasvirlash. Besilgandan boshqa tarafdan qabul qilinishi, kitobning ishlatilishine ait yaxshi ahvol. Bunun sizlarni tabriklayman. Undan sonra 3. kitap ötüp geçsek de bir neçe ay oldu ya bu. Ben mi planladım bu kitabın üstünden kullanıldım. İmzalık alınmadı. Saklık tırvatımı. Bunun için görüşkende çok hoşunda olsun. Siyaset ve halk kitabın özünü turlatıdım ona. Siyaset ve halklara münasebetine dair asas yokumlar. Bu kitap... Bunun İqtisadi kerim kirmeydi ondan ama halkımızdaki siyasi ve halklara münasebetine tapası yuqori bu kitap tapqan cevap ezgen buldu. Maqsadga yetgan buldu. Bu ma'lum Abdurrahim Davlat 100 kitap türününki mas'uli. Qo'llagan shularning tavsiyasi ham shularning talebi ama meningki ko'rib chiqib o'zaro bekitishimiz asosida shundoq turda bir kitob tarjima qilaylik deyishib ekan. Ondan keyin bu kitobni muvofiq ko'rdik. Shuning bilan tarjimani boshlab o'tdik. Tarjima jarayoni haqiqatan murakkab bir tadqiqot jarayoni bo'ldi hamda. Biri bizniki tilimizda atalgı şeklinde emas, ko'pincha ma'no shaklida tarjima qilingan ekanchu. Ko'pincha xitoychadan tarjima qilingan bo'lg'achqa. Uningki ism shakli nihoyatda o'lchamlik, nochi, ammo sifat shakli mos kelmagan. Sifat shakli yomon emas, holat shakli mos kelmagan. Shuning bilan buni nurg'un izohli lug'atdagi atalgılarni ishlatgili bo'lmadi-ku bu tarjima jarayonida ba'zi yerlar. Bir yerda ishlasak, yana bir yerga mos kelmaydi. Bir so'zni yuqori qavzasida boshqa, ostki qavzasida boshqa holatda ifodalasak, o chog'da uqishmaslik kelib chiqadi. Shuning bilan nurg'un so'zlarni qayta yozishga to'g'ri keldi. Faqat bo'lmagan vaqtda bir ikki so'zni inglizchadan shubhat oldik. Bir qancha so'zni turkchadan o'zlashtirgan bo'ldik. Shuning bilan bir yildek vaqt ham izlanish tadqiqot jarayonida buni tarjima qilib bitirdik. Besish jarayoni biroz kechikib ketdi. Shu 2 oy bo'ldi deyman. Bir 2 oyning oldida nashrdan chiqdi. Bu kitobda azroq unashtirildi. Bu kitobda shu 270 dan ortiq hukm bor, siyosat xalqaro munosabatga oid. Masalan, demokratiya degan nima? Saylam degan nima? Kishilik huquq degan nima? Sekularizm degan nima masalan-chu? O'ng degan nima? Sol degan nima masalan? Merkez o'ng degan nima? Merkez sol degan nima? Muhofazakorlik, konservatizm degan nima? Liberalizm nima degandek-chu masalan. Bu shu asosiy hukmlarni tushuntirdi. Amaliyotda misollarni berish orqali tushuntirdi. Bu siyosat o'quvchilarga nisbatan menimcha boshlang'ich darajalik bir qurol kitob. Jamiyatni tushunadigan, siyosatni tahlil qiladigan kishilarga nisbatan bu kambas bo'lmaydigan bir foydalanish material deb o'ylayman, qo'llanma material deb o'ylayman. Tarjimada masala bo'lishi mumkin. Bu jihatda tanqidlarni qabul qilaman, davomli tuzatsak bo'ldi. Ammo kitobninki umumiy bizga berilgan bilimi, tushunchasi haqiqatan muhim. Chunki ko'pincha bizningki talash tortishlarimizda
aslida tigida yotgan narsa nima deyotganligimizni tushunmaslik uchun bir-birimizniki. Shuning bilan tushunmaganligimizdan ondan keyin behuda talash-tortish qilamiz. Tushunib turib tortishsak mayli. Bu falsafiy, siyosiy, aqliy, nazariy talash-tortishlar tugamaydi. Ama tushunmay talash-tortish qilish behuda sarofchilikdir. Şuna bundan saqlanish uchun bence hukumlarda birlik hosil qilish intayin muhim deb o'ylayman. Bu jihatda bu kitap yaxshi bir rol o'ynaydi. İnşallah kitap yeni çıktı. Bunun için okuvchilar ko'p bo'lg'ay. Haqiqatan bu siyosat sohasidagi mening bildig'im qoral shakldagi tunji kitap bo'ldi deb o'ylayman. Bu sizlar kasbiningki egisi bo'lg'achqa bundan keyin Kur'an birisi ko'plab bu shaqdagi yana kitoblarlar, boshqa yozmalarlar davom qilib turg'ay. Hamda siyosatdan so'z qildik. O'zinglar hozir bir siyosat faoliyatchi aktivist. Hozir shundoq Uyg'ur tadqiqot markazida ishlayapsizlar. Uyg'ur tadqiqot markazining ba'zi faoliyatlarini bilamiz, ammo sizlarning ma'lumotingiz bor. Uyg'ur tadqiqot markazi nima maqsadda qurilgan? Hozir nima ishlarni qilyapti? Kelgusida nima ishlarni qilmoqchi? Bu haqda bir qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bo'ldi. Men hozir Uyg'ur tadqiqot markazida programma mas'uli ham tadqiqotchi bo'lib ishlayotganli 2 yil bo'lay deb qoldi. Aslida bu Uyg'ur tadqiqot markazi 2020 Amerikada qurilgan. Abdullakim İdris akimiz tarafidan qurilgan. Biz hozirgacha asosliqi shu faoliyat bilan ilmiy faoliyat bilan siyosiy lobbichilikni birlashtirish shaklida faoliyat bir uslub qo'llandik. Bir tarafdan dokladlarni yozdik, kitoblarni yozdik, tuzdik. Uyg'urlarninki navbatdagi vaziyatini aks ettiradigan eng ixcham qo'llanmalarni tuzib chiqdik. Buni ko'p xil tillarda besib tarqatdik. Ondan keyin faoliyat jihatdan biz asosliqi 2 yildan buyon shu islom dunyosiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunishtirishni asos qilib faoliyat qilyapmiz. Ko'pincha hamda faoliyatga mencha qatnashmayman. Men biroz qalamkash arqisa xizmatlarga amroq o'zimmi. Shuning bilan bu jihatda biz Sharq Janubiy Osiyo, Indoneziya, Malayziya, Turkiya, hatta Qatar, Iordaniyaga berib faoliyatlarni qildik. Lekin g'arb davlatlaridagi Angliyadagi, Kanadadagi islom tashkilotlari bilan aloqa qilish orqali bu jihatda bir yurish faoliyatlarni qildik ham qilib kelyapmiz hamda. Endi bu jarayonda shu arabchaga kuchliq, arabcha materiallarni inglizcha ko'pincha men uyg'urcha yozaman hamda. Men boshqa tilda yozish qobiliyatim bo'lsa-mu, lekin uyg'urchadek rohat emas. Shunga men uyg'urcha yozay deb turolaman. Bizning tarjima qo'shunimiz yetarli bor hamda, zo'r darajada. Unda bo'lgandan keyin o'zim zo'rlab arabcha, inglizcha yozishdan ko'ra uyg'urcha yozsam ham rohat yozaman, ham sifatli yozaman-da. Ondan keyin bu tillarga tarjima qilib, bir vaqtda 4-5 tillarga tarjima qilib taqdimiz. Bu ilmiy asarlarni arab dunyosiga, musulmonlarga tunishtirish, ondan keyin faoliyatlarni qilgan vaqtda biz nimani asos qilib keldik endi. O'zimiz bek oldiga chiqmaslik. Oldiga ancha-muncha chiqamiz hamda, ammo ko'pincha tashkilotlarga orqadan material yetkazib berib, ularni o'zlik qilg'izish, bir izchillik ish bo'lsin debchi. Bu shakllarda faoliyat qilib keldik. Hozirgacha hamda jiq faoliyatlarni qilib keldik. 2 yil deganlar jiq vaqt qoldi. Tushundim, ko'p rahmat. Unda bo'lsa sizlarni Uyg'ur tadqiqot markazini bir hisobda Uyg'ur davosini, chet eldagi murojaatga Uyg'ur davosining fikr omili deyish kim bo'ldi ekan sizlarning tushundirganlarni qaraganda. Shunga munosabat yana bir savol so'rayman. Yaqinda sizlarninki markazdan sizlar bir necha odamlar ishladinglar deyman. Shu Xitoyniki O'rta Osiyoga
sınıp kirişedigen bir çoğun temilik doklat ilan kılandı. Şu doklat hakkında kısaca konuşalım. Oldu. Biz ötken yılı 5. aylarda her yıllık plan tuzgan vaqtimizda şu doklatını planlagandik. Aldırgı dokulatımız bizninki Xitayda İslam düşmanligi deb Xitoydagi islom düşmanligini pash qilgan bir dokulat. Bu yaxshi yozilgan ham yaxshi ta'sir qo'zg'agan bir dokulat. Buningda biz hamda musulmonlardagi islom o'chmanligi, islamofobiya deyli bo'lmasa, o'rtoq ism bo'yicha islamofobiyaning gapi chiqqan vaqtda davomli qilib Yevropa, Amerikadagi islom dushmanligi ko'z oldiga keluvchi kishilarniki. Amaliyotda Xitoy dunyodagi eng islom dushmani davlat. Chunki biz dunyoning hech bir yerda, Amerika yoki Yevropa hech bir yerda masjidlarning yiqilganini ko'rmadik, kishilarning kelaqi islomga o'chmanlik qilib Shvetsiya bu yerdagi radikallashganlarning bir qancha Qur'on ko'ydagini hisobga olmaganda, Fransiyadagi ba'zi kishilarniki Muhammed Aleyhisselam'ın resmini həcir qılğan hesab qalmaganda, umuman G'arb dunyosidagi bu hodisalar amaliyotda nemachu ijtimoiy hodisalar tipidagi masalalar. Ammo Xitoyda bo'lsa islom dushmanligi bu davlat siyosati bu. İslamni Xitoychilashtirish, undan keyin musulmon farzandlarni xitoylashtirish degan gap amaliyotda dindan chiqarish degan gap. Bununla İslam dünyası aslında Avrupa'ya, Amerika'ya kayıtlıqanda neçəsi küçük inkaz qaytırış gerek. Ama afsus, bular yana Xitay Müslümanlara yaxşı muamele qilib etibdi. Xitoydagi Müslümanlar aytdi, lay, baxtli xo'shal yashab o'tibdi degan to'g'layapti da. Undaq bo'lgandan biz bu xil masalalarni ichib birayli deb, shuning bilan Xitoydagi islom dushmanligini yozdik birinchi qatimda. Andaki ikincisi de hem de O'rta Osiyo. O'rta Osiyo Xitoyniki geopolitikası da intayin muhim bo'lgan bir o'rin. Xitoy tarixda bir qancha qatim egilashni o'ylagan, besib olishni o'ylagan o'rin. Tunji tarixda islom qo'shini bilan Xitoy qo'shini Tang sulolasi davrida shu O'rta Osiyoda yuz bergan talasda urushgan bo'ladi. Abbasiylar bilan Tang qo'shinlari. Bundan keyin bu yerga harbiy kuch bilan kelinmagan Xitoy. Ammo 96 Shanxay hamkorlik tashkiloti Shanxay 5 qurilib, 2001 Shanxay hamkorlik tashkilotiga o'zgargandan keyin Xitoy hech bo'lmaganda terrorlikqa qarshi bexatarlik manevri, tinchlik harakati degan nomlarda O'rta Osiyoga rasmiy qurolliq kirdi endi. Shu davlatning icazeti bilen Xitoyniki askerleri, tankları, harbiyleri girdi. Bu Xitoyning hem de neçe yüz asırdan buyan arzu qilib yetenmeyen bir nesli şu anda bu yetti. Onun başka bir bellaq bir yolunki tesiri de O'rta Osiyo'niki iqtisadi Xitoyniki cho'ntiga tushib ketdi. Xitoyning ta'siri intayin kuchli bo'lib ketdi. Buning rayondagi Uyg'urlar va boshqa Qozoq qatorliq millatlar ko'rsatayotgan ta'siri acayip iğir. Hatta şu rayonun özünün xalqiga bo'lgan ta'siri iğir. Çünkü Xitoy bir rayonga iqtisodlan eksport qilmaydi. Iqtisodlan mablag' solmaydi. Balki mustamlikachilikni eksport qiladi. Mustabillikni eksport qiladi. Çünkü o bir komünist, mustabil, diktator davlat. O etrafida yalg'iz qilishni xohlamaydi. Etrofidagilarning hammasi demokratik bo'lib ketsa, bu xijil oldu çünkü bir top cinayetçinin arasında sen cinayetçi olsan mesela rahat his qilganing bilan bir top yaxshi odamlarning arasında günahkar his qilib qolsa shundaqku. Shu Xitoy bu rayonlarga hem mustabillikni hem tinchlikni billa eksport qiladi. Biz şu bu nuqtani yo'rtaylik deb, şu bu qadimgi dokladda Xitoyning O'rta Osiyoga singib kirishini, O'rta Osiyodagi mavjudligini, buningki rayonga, rayondagi Uyg'urlarga, rayonning xalqiga ko'rsatayotgan tahdidlarini, ta'sirlarini o'tirib qo'ydik. Pash qildik desak bo'ladi.
Köp rahmet. Naydı bir mühim tehlike. Bunda olsa şuna münasebetliklerine biraz. Dünya vaziyeti bu keyinki vaqtlarda Ukraina, Rossiya urushi, hozirgi Falastin, Isroil meselesi yanındaki farklılık neslerden özgür kitip bardığı. Müşşak biraz bağlaştık. Hem de dünya başta özgür olan halatda belki 10 yıldan keyin başka bir yerde buluşumuz mümkün. Farklı bir muhitte, farklı bir muhitte, farklı bir siyasi vaziyette buluşumuz mümkün. Biz Uygurlar ahvalı hazır. Keyinki vaqtlarda bizim Uygur ahvalın qanday bo'ldi? Bu Uygurlarning ahvoli bilimde vatandagi Uygurlar bir bor, chet eldagi Turkiyadagi yoki Yevropa, Amerikalarda bo'lsin bir Uygurlar bor. Umuman aytganda mush ikki guruh Uygurlarning ahvoli hozir qanday, keyingi mush dunyo vaziyatining o'zgarishi birlikda qaysi holatga bordi? Endi bu holatda en köp soruladigan, en köp cevap veriladigan bir savol bu yaqinqi yillardachu. Nurg'un programmalarda soruladi, nurg'un javoblar beriladi. Ama bununki konkret cevabı afsus olmaydı. Hadi bugünkü dünya özgürlüş içindeki bir dünya. Ama biz tarihte karsak hem zaman, özgürlüş içindeki zaman, hem de devirde şu devrinki mutefekkirleri, alimleri şu devrine intayın muhim, özgürlüş içinde de tasvirligini kırmızı hem de çok. Bunda bozum lekin muayyen bir buruluş noktası bağımdı insaniyet tarihininki. Yani biz hazır kem cihetini elip etkanda yenilen İkinci Dünya Urushu'dan keyinki şekillengen halkara tertip içinde yaşavatınız. Bu tertip İkinci Dünya Urushu'nun ahırda tutkan devletler, bugünkü BDT Xavfsizlik Kengashini teşkil kılgan daimi azda 5 devlet bağı, Xitay, Fransiya, Angliya, Amerika, Rossiya deganday. Asosida bularni cho'rdab shakllangan baş motor paravuz Amerika, onun yanındakisi Sovet, undan qolsa boshqalar. Mushlar shakllangan bir xalqaro sistema. Biz kam jihatdan mushunda yashayapmiz. Bu xrisga duch kelyapti. Bulup mu Sovet İttifaqı parçalangandan keyin soğuk münasebetler uruşu ahırlaştı. Ahırlaşgandan keyin Amerika bir 10 yıldak dünyaya öz aldığı hükümranlık kılışqa küçüdü. Şalak, şuluk, u yerga bu yerga askar chiqarib qolgancha. Ammo Amerika 2001'de Afganistan'a, 2003'te Irak'a kirgandan keyin Amerika'nınki onda xalqancha u yerga askar chiqarib dunyoni so'raydigan kuni ketganligini dünya ko'rdi. Çünkü Amerika Irak'ta bo'lsin, Afganistan'da bo'lsin ko'zlagan nishoniga yetolmadi, urush patqiga patdi. Shundoq mavjud hukumatlarni shalaq shuluq o'rvatdi. Taliban bir ay paylamadi, Saddam bir ay paylamadi. Ammo o'rniga qurmoqchi bo'lgan davlat tartib saqlash kelganda mag'lub bo'ldi. Uni mag'lub qilgani tahi g'ayriy davlat kuchlari, ya'ni g'ayriy hukumat tashkilotlari, Taliban, Daesh degan o'xshash terrorlik yoki partizanlik hareketlari. Endi xalqaro tertip burunqidek işlemaydiganlığa geldi mi? Geldi. Çünkü bu tertipninki kurgucu paravuzları biri Amerika, biri Sovet desek, Sovet zaten 91'de örüldü. Amerika çok 2000'lardan keyin acizlab dünyanı her bir cihette kontrol kılanmadık demek geldi. Ama bu Amerika yanılan dünyadaki dereceden taşkırı güç emes degenlik emas. Dereceden taşkırı güç hazırlıca. Ama acizlidir yengil. Şunun bilen bu acizlaş, bu halkara vaziyetki nemini keltirip çıkardı desem, dünyada ikinci dünya oluşudan burunqi yeni devletler halkara kanunlarga rioya qilmay başkalarının zeminini besib aldıgan.
boshqalarningki egilik huquqliq territoriyasi ichiga hujum qilib kirishni o'ziniki haqqi hisoblaydigan bir vaziyatni shakllantirdi. Bu dunyoning hamma yerida bo'ldi qarasak. Masalan, Suriya egilik huquqliq bir davlat, ammo u davlatningki hukumati uni qo'g'dayolmagan bo'lg'achqa, shuning bilan Amerika Suriyada bor, Rossiya Suriyada bor, Turkiya Suriyada bor. Oshkora kuchlarmi bu harbiy kuchlar. O istihborot kuchlari, onun keyinda bunun kendisi o hesap emas oshkorasi. Ondan keyin eng cho'ng egilik huquq tajovuzchiligini Rossiya Ukrainada shakllantirdi. Albatta bu yerda 2004'lerden başlangan bir jaryon bor. Gruziyaga, oldi bilan Gruziyaga hujum qilib kirdi. Ondan keyin Qrimni besib oldi 2016'da. Ondan keyin asta Ukrainani ishg'ol qilib, oxiri tag-to'kis Ukrainada bir davlat yo'q dedi Putin. Yani bu BDT'ga a'zo bir davlat Ukraina. Bunun egilik huquqini tamamen inkor qildi. Shunday bir davlatda yashayapmiz. Endi bu qatim bunga nima qatildi? Palestin. Palestinni qatildilar. İsrail'e hazır 3 aydan buyon G'azzani bombardimon qilyapti. Xalqaro qonunni tunug'uni yo'q hozir İsrail'e. BDT Adalet Mahkemesi urush to'xtat dedi. İsrail'e ishini qildi dedi. Amerika BDT Adalet Mahkemesi'ne ishini qildi dedi. Biz İsrail'ninki aqsida dedi. Shunday qo'y. Bombardimon qilaverdi dedi. Yani BDT Amerika başçılığında kurulgan bir teşkilat. Xalqaro Adalet Mahkemesi aslında dünya adaletini saqlash uchun kurulgan bir mexanizm. Ama bu mexanizmning qurg'uvchisi o'zi hozir buni o'zining manfaatiga ishlamaganligi uchun rad qildi. Bundaq bir ahvolda xalqaro qonunninki Uyg'urlarga ishlamasligini qanday tushunamiz? Uyg'urdek egichaqsiz kishilarga nisbatan texmo bir umidsiz, texmo bir salbiy pozitsiya, salbiy bir uchur berdi bu bizga. Biz o'zimizning masalasiga kelsak, Uyg'urlarning masalasiga kelsak, 2020'lerden başlab BDT'de Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bo'lib Xitoyninki lager qurganligi munozara qilishga boshladi. Ammo hozirgacha BDT hech qanday bir ijobiy qaror ololmadi. Faqat aran julab bir tal dokulat chiqara oladi. Shunday bo'lib BDT'ninki kishilik huquq ishxonasidan kelamiz. Ashunimi shu Michel Bachelet xizmatdan ayrıldigan kunninki ertasi ayrıladi, bugün e'lon qiladi. Bir tarafdan G'arb davlatlarining besimi, bir tarafdan Xitoyning besimi ostidan bijilib. Hamda xalqaro vaziyat mana bu holatda, ya'ni ikki dunyo urushidan keyin shakllangan cho'ng vaziyatda umuman shu vaziyatda yashayapmiz, chunki Dunyo bankisi hozir ishlayapti. Hozir bu ondan keyin BDT hozir hech bo'lmasa yig'in bo'lsin ichyapti. Bizga bo'lmasa Falastin uchun bo'lsin xalqaro sud mahkamasi ichilyapti. Xitoyga chiqolmagan bilan Putinga tutish buyruqi chiqadi. Lahay jinoiy ishlar sudi ish qilib ba'zilarga ishlab hamda dunyoning sallalaqi erki ballarga ishlab bizdek sal yetim ballarga ishlamay bu shaklda davom qilyapti hamda. Hamda bu sistema buzilyapti shundoq. Hamda bu buzilishdan yana bir fursat tug'iladi. Ammo bu fursat tutulamdi. Yani bizningki nuqtamizdan Uyg'urlarga nisbatan buni kim tuta oladi? Bununla aldırab bir narsa tegilib bo'lmaydi hamda. Shu ko'p rahmat. To'g'ri shu degandek
iniq bir narsa deyilmaydigan bir savol, iniq bir narsa deyilolmaydigan kelgusidagi haqida masala savol bo'lib chiqqan. Nima bu suhbatning vaqtini 1 soatni eshib ketib qolibdi. Shunlashqa men bir savol, oxirgi bir savol bilan tugatsam, ko'p narsalarni planlashibdik. Hamda sizlar o'zaro tanishimiz, bilishimiz, o'zinglar gaplashib kelgusi uchun tinmay tirishyapsizlar. Sizlar har qanday ishga o'xshash kelgusilar haqida farklı arzu armağanlarınla buluşma mümkün, planlarla buluşma mümkün. Şunlaşka kelgisi arzu armağanlarının hakkında kısaca bir söz kıpırım sizler. Bunda da karşı olsa kandı 20 yıldan keyin hazırkı boyutak Mehmet Toxtun nerede görürüz, kandalet görürüz. Belki yana boyutak görünmez. Nima? Bayqi gap chiqardi azroq meni qistirib andan keyin nima kelayli. Bizning Uyg'urlarniki hozirgi umumiy ahvolimizni to'g'riliq azroq gap qistiraydi. Bizningki ham ahvolimiz hozir tarixdagi eng echinishli holat. Tarixdagi-ku. Çünkü Uyg'urlar hech qachon tarixida bugungidek nima olib tushib boqmagan. Kuch jihatdan-ku. Bugünkü bichara zaif holatga tushib boqmagan. Chunki vatanda bizningki nimamizniki, madaniyatimizniki yiltizli qumur tashlanyapti hamda-ku. Bu endi hech qachon bizning mustamlaka tariximizda 300 yil desak, hech bir vaqtda bizningki Xotan Qashqarning yezilariga berib o'ylini o'zgartiradigan shunaqa kishilarning qiyofatini o'zgartiradigan, bolalarning tilini o'zgartiradigan bundaq bir nimaga duch kelib qolmagan bu chaqqicha. Hatta 60-yillargacha taxi o'zimizning qozilari, o'zimizningki muqtilari tarafidan boshqarildik. Masalan-ku. Şuna endi bu jihatdan biz nihoyatda og'ir bir tarix krizisi paytida turyapmiz endi. Ammo shuningki bo'lib 2017dan keyingi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki avjilishi bilan endi bizningki masalamiz bu endi tarixdagi eng yuqori pallada xalqaro so'rovlarda tilga olinishga boshladi endi. Buningki endi ijobiy tarafi bor. Endi degandek yuqorida bu tilga ilingan kuchliq tatgan g'oyat zo'r dardimiz bor endi. Ammo biz tatayotgan dardga nisbatan, qiyinchilikqa nisbatan yetarli qo'llashga erishdikmi, erishamadik. Afsus, bu hammamizga ayon, ya'ni ko'chilashning diqqati yo'q. G'arb davlatlari yetarli qo'llamadi. Islom davlatlari, Türk davlatlari faqat qo'llamadi. Endi unda qolgandan keyin bizningki ahvolimiz o'zimizningki tirishchanligiga, o'zimizningki bu xalqaro jangalda non tepib yerishimizga, o'lishimizga bog'liq bo'lib qoldi-da. Shunga bizning navbatdagi ahvolimiz, vatandagi ahvolimiz yuqorida o'tgandek, chet eldagi ahvolimiz bayon deb o'tgandek. Ammo chet elda bizga shu fursat bor endi. Biz erkin so'zlaymiz, yoza olamiz, o'qiy olamiz, pul topa olamiz va buni o'zimiz xohlagan shaklda sarf qila olamiz. Shunga menimcha bu yerda muhim bo'lgani kelgusida nima qilish yoki vaziyat o'zgarganda nima qilish emas, bugun nima qilish. Shu vaziyatning o'zgarishiga qanday tayyorlik qilish, qanday hozirlanish intayin muhim. Navbatda bizningki tashkiliy qurilmalarimiz barbod. Tashkilotlarimizningki ismi cho'ng. Shundaqmi? Ismi cho'ng. Ammo qurilmasi barbod, ichida bir narsa yo'q. Undan boshqa bizningki ro'yimizmi chiqib ketay deb qoldi. Aktivchanligimizni bekitib ketdi. Namoyishlarda odam ko'rmaymiz, faoliyatlarda odam ko'rmaymiz. Hamma odam bir xil nima bosqichida biz ham saqish bosqichida. Jarohat olgan degan shuning bilan ya namoz o'qib, Qur'on o'qib, yoki naqshanlab, usul o'ynab, yo sayyohat qilib, mushtarak bir nimaga kirib qoldik. Ammo ishlarimizdanki yaxshi bo'lib ketishini umid qilaman. Hani meniki nima kelsak, men hamda davomli o'qiyman, yozaman, o'ylanaman, yana pul topaman.
bucakçı onu katmayı pul tepişini onu bir katıp koydum. İktisadi erkinlik mi? İktisadi erkinlik mi? Xuddi fikir erkinlikka o'xshash muhim. Buni burundek his qilmabdikan men. Shu yoshlarga iqtisodiy erkinlik uchunmi baldur mablag' silishni. Chunki fikir erkinligi, so'z erkinligi bo'lmasa, sen o'ylaganingni deyolmaganga o'xshash. Bo'lmasimi, sen yana o'ylaganingni deyolmaydi ekansan. Biri siyosat qonunning kuchi bilan seni bog'lasa, yana biri maosh, pulning kuchi bilan yana seni bo'g'ib qo'ydi ekan. Shunga mening bir qatqinim shu bo'ldi. Ama konkret hamda ishlarni o'tgan yili balkim uning oldida so'g'an bo'lsanglar, 2 yildan keyin uni qilaman, 3 yildan keyin buni qilaman deydim, ammo hozir demaydigan bo'ldim. Chunki 2 yil oldida tuzgan planim o'tgan yil amalga oshmadi, o'tgan yil tuzgan planim bu yil amalga oshmadi. Ammo konkret qila oladigan muhitdagi planlar amalga oshadi ekan. Ammo makro jihatdagi planlar hamda u nimaga bog'liq ekanda vaziyatga. Masalan, men o'tgan yili muzika o'rgandim. Bucakcha not o'qishni o'qimaydim, not o'qishni o'rgandim. Gitar chalishni o'rgandim. Yana qilib bo'lgan doirada hayotimga yengillik kiritib davomli ilgirlab menishni xohlayman. Bundan olsa kelgisi hayatımı hoşallık dileymemişti. Arzu ormanlarına kısık olsun, az olsun o şununla yetişenlerini, her vakit yeniliklerini kirip duruşun hayatımla ümit kılma. Söhbet vaxtımız xeyli uzura gitti. Köp rəhmətmiş da tayin vaxt çıxırıb qanışıb da gəldik onlar üçün. Mən bu öyəmdə top yox. Qaçan top kalar, top düyə kitabı torab. Düyə kitabı işte əzdirəşlər ayaq kilo olduq. Qısqaça söhbəni qubluq kəlgənlər üçün köp rəhmət. Benim çağırganlar köp rahmet. Ayetlikon yaxşı söhbət bo'ldi. Başqa balalarımı bir faydalı uçurlarının çıkıp gelişini ümit qilaman. Rahmat. Sizlarning ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Hammamizga yaxshilik yor bo'lay. Bo'ldi, rahmat. Qatnashganlarga rahmat. Aman bo'linglar. Yana bir qatimliq suhbat. Kichik bo'ldim, Xudoga emanet.